Hammaga assalomu alaykum. Bugungi podkastimiz IELTS haqida bo'ladi. Xo'p, men ismim Behruz. Men IELTS 8.5 olganman va meni kollegam Mr. Qosimxon yaqinda IELTS dan 8 ni qo'lga kiritdilar. Xudoga shukr. Behruz, siz misol uchun IELTS olgansiz. IELTSni qachon tayyorlash boshlagansiz va nima uchun boshlagansiz aylanib aytib berasizmi haqida ozgina? Qarang, Qosimxon bo'yicha juda umuman hamma ham bilsa kerak bu narsa bo'yicha. U boshlaydigan bo'lsak, IELTSni men 2023-yil boshlaganman. Shu adashmasam mart oyida bo'lsa kerak bir. Mart oyida shu IELTSni boshlab, o'shanda o'qib tugatib, birinchi rezultatlarim uncha yaxshi bo'lmagan. Yana harakat topshirib yurganmiz keyin. Eng qiyin qismi, ya'ni seksiyasi qaysi bo'lgan sizda? Reading, listening, writinglar bor-ku, o'shalar. Menga birinchi marta topshirganimda menga eng qiyini reading bo'lgan. Ya'ni o'sha ifodali o'qish bo'ladi-yu. Readingni o'qib tugatib topshirib menga mashqasi qiyin bo'lgan. Nimadan qiynalganman? Men vaqt tejash bo'yicha. Vaqt bo'yicha men ancha qiyin, ancha bir narsa bo'ladi. Qiynalib qolganman. Ko'proq vaqt ketib qolgan. Keyingi ikkinchi marta, uchinchi marta topshirganimda o'sha writing, essay bo'yicha o'sha menda ozgina muammolar bo'lgan. 4-chi marta topshirganimizda lekin essaylarni ham yorib tashlab, sekin topshirib tashladik. Yaxshi. Nima deb o'ylaysiz? Mana shu reading boshqa muammo bo'lgandan keyin yaxshilanishiga sabab nima bo'lgan? Asosan yaxshilanishiga mana sabab bitta bo'lgan. Men ko'p speaking qilganman. Reading ko'tarishda speaking qilganman. Oppa. Yaxshi taktika. Shu taktikani boshlagan maslahat berasizmi? Men maslahatimda bitta zo'r maslahatim bor. Ko'pchilik aytishi mumkin, yo bu ishlamaydigan metod deyishi mumkin. No, men bunga disagreement qilaman. Nimaga qarang. Agar odamda speaking, ya'ni gapirishi zo'r bo'lsa, writingda ham, readingda ham va oxirgisi listeningda ham muammo bo'lmaydi. Chunki odamda общение bo'ladi, gaplashish bo'ladi, communication bo'ladi, so'z boyligi ko'payadi, har kungi gapiradigan so'zlar qo'shiladi. Degan bo'ladi-yu, ovqatlanayotgan paytingizda bir har kuni fast food yeyursangiz bir semirib ketib qolsa endi to'g'ri kelmaydi-yu narsa. Boshqalarga gaplashganingizdan keyin listeningiz ham yaxshilanadi. To'g'ri? Xuddi shunaqa bir. To'g'ri shunaqa. Qosimxon, men sizga savolim bor-da. Qarang, nima muhim sizga? Ballmi yo bilimmi? Tak. Agar misol uchun bu savol faqat men uchun bo'lsa, men realni bilimni tanlagan bo'lardim. Lekin har bitta kelayotgan o'quvchilar har xil maqsadga kelishi mumkin-da. Misol uchun ba'zi o'quvchilar, misol uchun aslida o'zi misol uchun tibbiyot sohasiga kirmoqchi deylikda, ularga misol uchun IELTSdan agar shunchaki 5.5 ball, o'zlari xohlayotgan ball olib turib, misol uchun o'zlaridan misol uchun universitetga kirish uchun ballardan ingliz imtihonini ozod qilishlari mumkin bo'ladi. Lekin agar misol uchun o'sha ingliz tilini o'rganayotgan insonning maqsadi keyinchalik chet elda yashab, chet elda o'qish yoki biron chet el universitetida ishlab, keyinchalik chet elda ishlash maqsadlari bo'ladigan bo'lsa, unda realni ular uchun ham misol uchun o'ylayman, bilim katta rol o'ynaydi deb balga qaraganda. Lekin agar shunchaki maqsadimizga universitetga kirib qo'yadigan bo'lsa, unda juda ham ko'pchilik o'quvchilar hozir shunaqa noto'g'ri fikrda bo'lib qolyapti. Biroz misol uchun o'zimga 5.5 ball olib qo'yaman deydigan bo'lib. Lekin misol uchun to'g'risini aytadigan bo'laman, agar misol uchun realni misol uchun biron bir tilni, hunarni, biron bir fanni o'rganyapsizmi? U fanni shunchaki ma'lum bir ball uchun emas, o'zingiz uchun. Ya'ni keyinchalik shu bilimni yaxshi maqsadlarda foydalanishni ishlasangiz yaxshi bo'ladi o'ylayman men. Universitetga kirish uchun siz ballni rekomendatsiya qilasiz. Keyingi ishlari bo'yicha qiladigan bo'lsa, o'sha развитие bo'lib gapiradi, development bo'yicha gapiradigan bo'lsa, o'sha unda bilimga qaragan yaxshiroq bo'ladi. To'g'ri. Hozir keyingi savolim bor o'ziga. Qarang, ko'pchilik hozir IELTS ga o'qiyapti, to'g'rimi? IELTS ga o'qishyapti. Ko'pchilik o'sha hozir har xil kurslarga boradi, repetitorlarga boradi. Ba'zi birlar o'sha o'zi tayyorlanadi. Shunga sizga 3 ta tanlov bermoqchi edim. Qarang, qaysi birida o'qigan yaxshi? Onlayn platformalarda o'qigan yaxshimi? Yoki repetitorlarga borib qatnashgan yaxshimi yo odam o'zi o'qigani yaxshimi? Tak. Men sizga hozir to'g'risini aytaman. Uchalasidan ham eng keraklilarini olish kerak. Nima demoqchiman men misol uchun, mana sizga ustoz kerak bo'ladi, uzoq yo'lingizni qisqartirib bergani. Ya'ni sizga ustoz manba kamchiligingiz borligini tushuntirib qo'yadi-da, keyin siz o'sha kamchiliklarga nisbatan tez qanaqa ishlash kerakligini tushuntirib beradi. Shunda ustoz bilan birga bo'lsangiz, uzoq yo'lingiz yaqin bo'ladi.
Lekin bu degani, agar men ustozga borib turib shunchaki men o'qiyversam, asrga olaman degan emas-da. O'quvchini o'zidan ham juda ham katta harakat talab qilinadi albatta. Va bu joylar ketayotgan paytda o'z o'quvchi qo'shimcha ma'lumot olish uchun albatta internetdan foydalanish mumkin bo'ladi va bu juda ham katta foyda bo'ladi deb o'ylayman hozirgi paytda. Hozir aytadigan bo'lsak, shunda qarang, hammasini o'zini shelflarga qo'yib chiqadigan bo'lsak, shunda repetitorlar ham o'zini yaxshi tarafi bor. Onlayn platformani ham ishlatgan yaxshi, va oxirgisi o'zini ustida ishlash ham kerak bo'ladi. Albatta, o'zini ustida ishlamasa, misol uchun, progress bo'ladi deb o'ylayman. Misol uchun, agar shunchaki misol uchun ustoz aytyapti, lekin agar o'quvchidan harakat bo'lmaydigan bo'lsa, shuna o'zim bir ustozim aytgandilar, Iroda bir menga aytgandilar, shu 100% natija oldingizmi? O'shani 40% ustozniki bo'ladi, 60% o'zingizniki bo'ladi degan bir gapni eshitgandim. To'g'ri. Endi ozgina bir bo'lay global savolim bor. O'zbekistonga aloqador. Nima deb o'ylaysiz? Masalan, ko'pchilik hozir IELTS o'qib topshiryapti, harakat qilyapti-da. O'zbekistonda IELTS imtihonidan o'tish uchun nima bo'ladi bir sharoitlar yetarlimi, nima deb o'ylaysiz mana shu bo'yicha? To'g'risini aytadigan bo'lsam, misol uchun O'zbekistonda deyarli hamma sharoit bor deb o'ylayman men. Birinchi o'rinda misol uchun siz IELTS topshirmoqchi bo'lsangiz, veb-saytdan to'lov qilish usullari juda ham oson. Mana misol uchun yaqin topshirgan bo'lsam, umuman to'lov qilishda misol uchun menda qanaqadir tushunmovchiliklar, qiyinchiliklar bo'lgani yo'q. Uzr, aziz gapingizga bo'lib qo'ydim. Ana bo'yicha nima bo'ldi? O'sha 8 oldingiz, to'g'rimi? O'sha mana ikkinchi marta topshirdingiz. Refund bo'yicha nima bo'ldi? Topshirganingizda. Refund bo'yicha misol uchun men boshida ozgina xato qilib qo'ygan joyi nima bo'lgan ekan, men onlayn to'lov qilgandim. Birinchi konsul o'zining veb-saytidan to'lov qilgandim. O'shanda men chekka berilgandim, o'shanda rasmini olmagandim. Shuning uchun ozgina boshida refund qilishda muammo bo'ldi, lekin keyinchalik men o'sha birinchi konsul bilan aloqaga chiqib, to'lov qilganligim haqida ariza yozib olgandan keyin, undan keyin veb-saytga, Myco veb-saytiga joylab, o'sha refund qilishda keyinchalik muammo bo'lgani yo'q, Xudoga shukr. Xudoga shukr, ko'rsa emas. Bu tarafdan zo'r. Keyin birinchi savolga qaytadigan bo'lsak, O'zbekistonda sharoitlar bo'yicha to'lov qilish muammo bo'lgani yo'q. Joyga bordim, joy topishda ham qanday muammolar bo'lgani yo'q. Misol uchun menga o'zlari veb-sayt orqali ham, Gmail orqali ham menga lokatsiya, ya'ni manzilni tashlab qo'yishgandi. O'shalardan borib turib, hamma yo'q topshirib xalq keldi. Va to'lov haqida ham o'ylaydigan bo'lsam, misol uchun men to'g'risini aytaman, bunaqangi to'lov hozirgi O'zbekiston sharoitiga unchalik katta, misol uchun albatta misol uchun anchagina baland summa, lekin deyarli ko'pchilik uddalay olmaydigan darajadagi katta summa deb o'ylamayman hozirgi paytda. Sizni fikringiz qanaqa bu mavzularga? Qarang, men o'zim topshirgan bo'lsam, men bilishim fikrim to'g'risida o'zi men o'zimga yoqadigan tarafini aytaman. Yaxshi tarafi lokatsiyasi zo'r, joylari yaxshi, borganda o'zi dam olib o'tiradigan joylari ham bor. Xotirjam borib, o'zi shug'ullanadigan joylari ham bo'ladi bir. Olib qaraydigan hech qanaqa bir e'tirozlar, bunaqa bir yomon tarafdan gapiradigan narsamcha yo'q, olib qaraydigan bo'lsa. Hammasi o'zi, как говорится, like we are satisfied and it's enough actually. Misol uchun ko'pchilik hozirgi paytda misol uchun bolalarni bilasiz. Kitob o'qishga reallar misol uchun negativ tarafdan qaraydigan qolishgan. Ko'pchilik ozgina dangasalik qilib qo'yapti hozirgi kunda kitob o'qishga. Kitob o'qish ozgina hozirgi eng populyar hobbilardan ketib qolyapti o'sha. Shunga fikringiz qanaqa? Reallar misol uchun rostdan ham kitob o'qish readingni yaxshilaydimi? Qarang, men sizga bo'lib like I will give a rational answer, bo'lib ratsional atvet beraman. Qanaqa bor? Kitob o'qiganda ko'pchilik uncha qiziqib o'qimaydi. Nimaga? Chunki unga kitob to'g'ri kelmaydi. Kitobda darajasi to'g'ri kelmaydi. Bitta faktorlar bor-da, qaraydigan bo'lsa bir. O'sha faktorlarga asoslangan holda shularni to'g'rilab o'qitmasa bo'ladi bir. Amalga oshiradigan bo'lsak, o'sha o'quvchini, ya'ni o'sha odamni o'z-o'zidan qiziqib o'qib ketishni boshlaydi. Masalan, olaylik bir 14-15 yoshli odam olaylik. Har kuni o'tirib Instagramda Reels ko'radi, TikTokda o'tiradi, social mediani ishlatadi. To'xtamasdan kam deganda bir kunda 6-7 soat telefonga ketkizib qo'yadi. O'sha odam masalan bir dietaga o'tirganda bitta dietaga o'tirmaysiz-ku. Bittada masalan допустим, har kuni fast fooddan yeb, har kuni xohlagan narsangizni yeyapsiz-da, ertasi kuni bittada o'tirib healthy food o'tib oldingiz. U organizmga juda ham katta nagruska bo'ladi-da. Xuddi, masalan, o'rganmagan narsa. Uni qilib yurmagan, o'rganmagan. Ko'p sahrga shukurga o'rganib qolgan vujudani. O'sha xuddi shunaqa paytda gapiradigan bo'lsak, bir kitob o'qiganda ham bitta kitob o'qib ketmasin-da, kichkina hikoyalar bo'ladi. Qiziq, interesant hikoyalarni ozgina-ozginadan o'qisa, mana o'sha bir kunda ikkita gap o'qisin, ertasi kuni to'rtta gap o'qisin.
Neresi bitta tekst o'qisin. Har kuni 1% oshib boraversin. Har kuni atomic habitsdan. Atomic habitsdan har kuni 1% oshib boraveradigan bo'lsa, u to'g'ri aytasiz. oxirida juda ham katta natijaga ega bo'ladi. Oxirida o'z-o'zidan odam bir shu kitob o'qishga qiziqib ketib qoladi. To'g'ri aytasiz. Misol uchun meni ham o'zimga ham realni misol uchun reading section oshishiga asosiy sababi realni misol uchun menda kitob o'qish bo'lgan deb o'ylayman. Lekin menda kitobni o'qishni boshlashimga ham misol uchun to'g'ri kitoblarni boshida tanlab olganim uchun ham men kitob o'qish hobbisini misol uchun boshlab olganman deb o'ylayman. Agar misol uchun kitobni qiziqmasdan o'qiydigan bo'lsangiz, undagi so'zlarni misol uchun prosta ko'zga o'tirib ketadigan bo'lasizda. Lekin misol uchun qiziqarli kitob chiqyapti, misol uchun biron bir yangi so'zlar chiqyapti. U so'zlarni saboy tarjimasi qiziq bo'lib qolishi mumkin sizga. O'shaqa paytlarda, xuddi agar siz o'sha payt o'rgangan yangi so'zingiz sizda esingizda yaxshiroq qoladi, chem siz shunchaki prosta misol uchun lug'at adlaganingizdan ko'ra deb o'ylayman. Interesting, I got it. So, IELTSga ko'pchilik tayyorlanyapti. Bu adashmasam bir ko'pchilikning muammosi bo'ladi. IELTS materiallarni qayerdan olgan yaxshi? Qanaqa materiallar ishlatgan yaxshi, nima deb o'ylaysiz? Qaysi seksiyadan tayyorlanayotganingizga qarab-da. Misol uchun realni hozirgi paytda internetda deyarli Cambridge'da hamma o'zlari berilgan ofitsial ma'lumotlar bor. Eng zo'r so'rslarni ashuladi deb o'ylayman. Va agar misol uchun Telegramdan og'zdan qidirib ko'riladigan bo'lsa, hozirgi paytda уже real exam paperlar degan o'shanaqangi ma'lumotlarni topsa bo'ladi. Lekin eng birinchisi, realni agar hayotga praktika uchun bo'ladigan bo'lsa, Cambridge manbalari bo'lsin, kitoblar bo'lsin, tayyorgarlik ko'rilmoqchi misol uchun, biron bir seksiyalar oshirilmoqchi bo'ladigan bo'lsa, YouTube misol uchun, o'sha misol uchun YouTube'dan juda ham ko'p yaxshi kanallar bor. O'shalarni ko'rib ko'rsa bo'ladi misol uchun. Mana shularni yana misol bergan bo'lardim hozir. Eng aniq yaxshi so'rsdan o'shalar deb o'ylayman. Interesting. Bu bo'yicha menda o'zimning ham alternativam bor, opinionim bor. Uje hozirgi paytda o'zingiz ham bilasiz kerak, ko'pchilik ChatGPT ishlatadi-da. Javob berishdan oldin men sizga savol beraman. Nima deb o'ylaysiz? Hozirgi paytda ChatGPT IELTS tayyorlanishga anchagina yordam hissasini qo'shganmi? Nima deb o'ylaysiz? Tak. ChatGPTni hozir misol uchun men shunchaki agar bolalarga ishlatmanglar degan gapni gapirmayman. U gap noto'g'ri ham bo'ladi, to'g'risini aytadigan bo'lsam. Lekin ChatGPTdagi biz berilgan hamma informatsiyaga ishonib qolishimiz kerak emas. Nimaga? Chunki misol uchun уже ChatGPTdagi informatsiyalarning asosiy qismi hammasi deyarli Googledan olingan bo'ladi. Googlening databazasidan olingan va Google'da hamma odam o'zini fikrini yozib chiqsa bo'ladigan bo'ladi. Fikrini aytib chiqsa bo'ladi. Va u aytib fikrini aytib chiqayotgan inson haqiqiy spetsialistmi yoki shunchaki bir oddiy odammi yoki balkim shunchaki oddiy bir qiziquvchidir. Unaqa odammi ChatGPT lekin hali bir ajrata olmaydi. Shuning uchun ChatGPTdan foydalanish yaxshi. Misol uchun siz balkim deylik misol uchun o'zingizga bitta reading qidiryapsiz. Bajonidil, ko'ring, mayli. Writingga biron bir mavzu qidiryapsiz, bajonidil, mayli, yaxshi. Misol uchun siz writingingizni tekshirmoqchisiz. Tekshirib ko'ring, lekin baribir uni keyin backup qilib boshqa ustoz bilan misol ko'rsatgan yaxshi bo'ladi. Чтоб realni o'zi aslida ChatGPT yaxshi tekshirmayapti. Chunki ChatGPTga so'rov berishda ham o'z usullari bor-da. Misol uchun siz to'g'ri so'rov bersangizgina u sizga misol uchun o'zingiz xohlayotgan qilib tekshirib berishi mumkin bo'ladi. Bo'yicha men o'sha rasga egri bo'laman. Ibtijon men ko'rgandim. O'z bilan siz bilan bo'lgan kimdandir bo'lganda essay bir yozgandik, birga o'qib essay yozgandik tayyorgarlikda bir taskon bo'yicha. Esimda bor. Bitta zapitaya esingizda bo'lsa qancha rol o'ynagandi. U narsani men ikkinchi marta double check qilib chiqqandan, o'zim tekshirib boshqatdan resurslarni tekshirib chiqqanimda qanaqa situatsiya bo'lgan, boshidan o'sha aytib bera qolay, o'sha hammaga tushunarliroq bo'lishi uchun. Esingizda bo'lsa, birinchi o'tirganimizdan keyin o'sha essay yozishni boshlaganmiz. Introductionda o'zi. Badiiy conclusion emas. Introductionda o'zi. Yozib ketayotgan paytda o'sha полностью essay tayyor, o'sha olib qaraydigan bo'lsa, evaluationga ChatGPTga tashlagan esingizda bo'lsa bir. Like nima degan aytmasam bu please evaluate this essay according to IELTS rating task 1 band descriptor deb yozgan. Cho'tka esingda bor hali ham o'sha. Nima deb chiqqanda bitta ham xato bo'lmagan.
lekin bitta zapyatayani noto'g'ri qo'yganimizga 9 emas, 8 qo'ygan esingda bo'lsa tasdiqlanda. Da, o'shunda esingda bor, o'sha zapyatayani keyin boshqatdan tashlab turib, o'zga shuna tashlab yuborganda o'sha your IELTS score is band 9 chiqarib kelganda esingda bormi? Bu narsa bo'yicha o'zga ham gapirmoqchiman. O'sha boshida aytib o'tganingizdek, ChatGPT to'g'ri ishlatsangiz, to'g'ri foyda beradi. Bu situatsiyada bizda nima bo'lgan? Bu situatsiyada, как IELTS 8.5 olgan insonni o'zim aytadigan bo'lsam, u bitta zapyataya unchalik katta rol o'ynamaydi. Aytib o'tganim, o'sha aytishim bo'yicha, bitta zapyataya katta rol o'ynamaydi. Rol o'ynasa, yo'q deganda 0.5 ball maksimum rol o'ynashi mumkin. Unaqa katta rol o'ynamaydi. Bu gapni oxirida как evaluation qilib gapiradigan bo'lsak, ishlatganda AI'ni artificial intelligence ishlatganda to'g'ri ishlatish kerak. Ishonib qolaverish kerak emas, o'zingiz aytganingizdek. To'g'ri. Albatta har doim tekshirib olish kerak ekan. Check up qilish kerak bu. Nima deb o'ylaysiz? Misol uchun mana shu speakingda odamlar ko'pchilik o'ylaydi. Misol uchun ba'zilari misol uchun menda rossiyskiy aksent bor, Rossiyan aksenti bor, menda Hindiston aksenti bor, menda British aksent bor deyshadi. Mana shu aksentlar o'z rostdan speakingda balandroq yoki pastroq bo'lishga urinmaydimi? Ana ba'zi bunaqa aytaman. Ko'pchilik aksent bilan pronunciationni farqlamaydi. Aksent bilan pronunciation farqlamaydi. Ko'pchilik ko'rgan bo'lsa kerak, o'sha YouTube'da anonlarda как real ananda kandidatlar o'tiribdi, o'sha ekzaminator bilan birga, o'sha aksenti yomon, lekin nimagadir 9 olib chiqyapti. Masalan, men yaqinda ko'rgandim, ko'p indiyalik odamlar, ko'p like people from India, ular IELTS'ni 9 olib chiqadi. Даже если aksenti yomon deganda ham-da. Endi qo'pol gapiradigan bo'lsak bu. Men javobim sizga bir narsa aytaman. Aksent IELTS'da rol o'ynamaydi. Agar pronunciation mistake bo'lmasa. Odamlar pronunciation bilan aksentni adashtirmaslik kerak. Masalan, endi bitta example aytaman. Ko'pchilik britansklar water degan so'zni oladi, o'sha hammani yaxshi ko'rgan so'zni aytadigan bo'lsak, bir water deyish mumkin, water deyish mumkin, water deyish mumkin. Bu yerda o'sha pronunciation mistake gapiradigan bo'lsak, water degan so'zimiz bizda hozir bu yerda pronunciation mistake bo'lib qoladi. Lekin britanskiy, amerikanskiy farqi yo'q. Britanskiymi, amerikanskiymi farqi bo'lmaydi. Men o'zim rekomendatsiya qilib aytadigan bo'lsam, так как British Council ham, IDP ham, Cambridge ham ana tarafdan bo'lgan bo'lsa, men как o'zvarli asosi Britaniyadan bo'lgan bu. Shunga men o'zim rekomendatsiyam bu britanskiy angliyskani ko'p o'rganmagan yaxshiroq. Так как tavsiyam bo'yicha. Agar realni misol qidirayotgan bo'lsa, to'g'ri. Realni prям o'sha aksentga yo'q deb aniq qilaman deydigan bo'lsangiz, men sizga aytadigan tavsiyam bu britanskiy aksentni как o'rganib olgan yaxshiroq bo'ladi. Nimaga? Chunki aytib o'tganimdek, asosi birinchi ingliz tilining o'zining asosi ham o'sha Englanddan bo'lgan, o'sha Angliyadan bo'lgan olib qaraydigan bo'lsa, lучше всего o'sha britanskiy, чистый britanskiy aksentni o'rganib olgan как yaxshi bo'ladi. Nima tak aytganimdek, uncha judgment bo'lmaydi, aksentga uncha как e'tibor berishmaydi. Aksent bilan ham 9 olsa bo'ladi. Даже indiyskiy aksent bilan ham o'sha aytib o'tganimdek 9 olsa bo'ladi. To'g'ri. Hop, qazon bitta savolim bor edi. Aytib o'tganda u bir sizga aytgandim. Boshida savol berdim. Essay bo'yicha gaplashgandik. Yana o'shanga qaytamiz ham. Qarang, writing task'im bor, task 2 bor. Nima deb o'ylaysiz? Qaysi biriga ko'proq e'tibor bergan yaxshiroqdir? Bu realni misol uchun individualniy savol bo'ladi. Misol uchun menga misol uchun biron bir narsalar berilgan bo'lsa, u narsani просто описать qilish oson bo'lganda, yoshligimdan misol uchun o'sha bunaqa. Shuning uchun men o'ylaymanki, meni individualniy uchun task unchalik katta, hali qarasam, qiyinchilik tug'dirmagan menda. O'sha boshida surgan boshlaganimdan o'sha taskon o'sha ancha kerakli so'zni olganimdan keyin unchalik katta rol o'ynamagan. Hali qarasam, katta qiyinchilik tug'dirmagan-da, to'g'rirog'i. Endi task-chi endi bu sizdan o'zi sal boshqacharoq inglizini talab qiladi. Siz misol shunchaki bir narsani describe qilib bermasda, siz o'sha o'yingizdan misol uchun fikringizni olib turib, unga reason keltirib va unga albatta bironta misol keltirishingiz kerak bo'lib qoladi. Xuddi shunaqangi yangi misollar, ya'ni unga sabablar keltirish menda boshida o'zini qiyinchiliklar tug'dirganligi uchun men ko'proq task-ga o'tirganman. Lekin ba'zi bolalarni ko'rganman, realni task-ni yaxshi yozadi-da, lekin task-ga qiynaladi. Shuning uchun bu individualniroq savol. Lekin agar общий IELTS oladigan bo'lsa, biz writingga ko'proq e'tibor qaratish kerak, chunki siz realni sizdan mehr talab qiladigan seksiya bu writing deb o'ylayman men. Qarang, gapingizni jon bor ozgina. Qarang, bitta gapim bor sizga.
O'zim ko'p ko'rganman. Ko'p o'qishlarda shunaqa narsa bo'ladi. O'zim bir boshida tupikka kirib qolganman bu bo'yicha. Men bitta narsa bo'lgan. Taskni tushuntirdim. Taskni ham tushuntirib bo'lganmiz-da. Уже praktikaga keldik. Praktikaga kelganda bu yerda bizda taskon shikarni o'rganib oldi-da. Taskonni o'rganib bo'lgandan keyin task ham yozib turibdi. Taskni o'sha o'quvchi o'rganib bo'lgandan keyin taskga o'tganda taskni umuman yoza olmaydi. O'sha ideyani o'ylab turaveradi-da, lekin umuman taskni yoza olmaydi. Nima deb o'ylaysiz? Nimaga shunaqa bo'lishi mumkindir? Ну, ashta taskvanda ular o'sha ideyani generate qilgandan ko'ra, ular bor narsani qanaqa qilib gapirishni o'ylaganda, lekin hozir taskga kelganda ham ideyani o'ylab turib, uni qanaqa qilib gapirishni o'ylashga ozgina ashi bir-biriga o'tirgan shunaqa connection qiyin bo'layotgan bo'lishi mumkin. Men shuni deb o'ylayman. Interesting. Уже shuni qanaqa tavsiyangiz bor? Qanaqa recommendation berasiz menga bir? Men writingni yaxshilashni misol uchun eng zo'r yo'li bilan misol siz aytganingizdek speakingni yaxshilash kerak albatta. Va iloji boricha ko'proq samplelar o'rganish kerak-da. Sample'ni misol uchun bittasini o'qitib, prosta uni ko'chirib olish kerak degani emas bu endi. O'qiverish kerak sample'larni va har bitta sample bilan o'zingizga yoqqan bitta jihatini oling. Bitta jihatini olib turib, o'zingizni keyin yozish uslubingizni yaratishingiz kerak deb o'ylayman. I agree. Nimaga? Chunki ko'pchilik Band 9 oladigan bo'lsa, Task 2dan hamma Band 9lar har xil tarafdan yozilgan. To'g'ri. Hech bittasi ko'rmaganman. Masalan bo'ladi bir bitta shablon qo'shilib qo'yilgan shablon ko'rmaganman-da. Luba Band 9 o'qigan bo'lsam, samplelar bo'yicha hammasi har xil jihatdan yozilgan. Masalan, yaqinda ham ko'rgandim. Yaxshi A instruktorimiz bor O'zbekistonda. Bitta sample answerdan o'qigandilar. Masalan bo'ladi bir razberas qilgandilar, ko'rib chiqqandilar-da. Bitta savol kelgan shu overviewda, overview shu conclusionda, taskxonaga aytaman, overviewda-da. Overviewni paragrafga bo'lib tashlagan. Ya'ni overview yo'q. Introduction, overview yo'q, body 1, body 2. Overview bo'lib tashalganda, уже o'sha har xil men bitta как sample olib kelib beraman. O'sha aytganimda Band 9 olish uchun bu masalan ekan bir tashabbus kerak emas. O'zida ozgina bir o'tdan ozgina olib, o'tdan ozgina olib, o'tdan ozgina o'ziniki yaratish kerak bo'ladi. Chunki o'zini ozgina qo'shib qo'ysangiz, yangisi yaraladi. Уже yengisi, уже такой легкий, такой yaralgan bo'ladi shunda. Nima deb o'ylaysiz? IELTS Academic bor, General Training bor, bilasizmi? Qanaqa deb o'ylaysiz? Уже opinioningiz bo'yicha ularning orasida qanaqa farq bor? No, eng по-моему hamma biladigan farqi bu, akademik bu universitetlarga kirmoqchi bo'lgan o'quvchilar uchun, general bu ish tarafdan. Ya'ni siz ishga kirmoqchi bo'layotganingizda sizda general English talab qilinadi. Qanaqa seksiyalarda qanaqa farqi bor deydigan bo'lsangiz, birinchi farqi bu, misol uchun reading, listening ballari General English ozgina qiyinroq bo'laveradi, chunki agar o'ylaydigan bo'lsa, 39 bilan 40 da farq, 39 bilan 40 ga readingda siz agar 9 oladigan bo'lsangiz ikkalasiga ham, General English bo'ladigan bo'lsa, 39 ga 8.5, 40 ga 9 bo'ladi ekan. Writing keladigan bo'lsa, writingda task 1da naqada Academic Englishda siz biron bir graph beriladi, o'shani siz describe beradigan bo'lsangiz, General Englishda уже sizdan grafni describe qilish kerak emas, biron bir letter yozishlar qilinishi mumkin bo'ladi. Da, уже o'ziga qo'shib aytib ozgina to'g'rilab ketmoqchiman. Academicda ham, Generalda ham bu bitta narsa bor. Academicda masalan faqat graflarni, table, masalan o'sha off the question type bo'lsa, xuddi shunaqa narsa Generalga o'tganda graflar ham bo'ladi. Yoniga letter qo'shiladi. Yana bitta qo'shimcha. Mana shuni to'g'rilab o'tib ketmoqchiman, farqi bo'yicha. Atak уже aytganingizdek, hozir agree, like academicda ham, generalda ham o'zini как toifasi bor aytib qo'ydim. Chunki уже anaqada ham ishda ham sizdan misol uchun letterlar juda ham ko'p talab qilinishi mumkin-da. O'shaning uchun men asosan shu sababdan o'ylayman, letterlar qanday yozish kerak deb. Shuni qaysini tavsiya qilasiz? Academic or general? No, samasabay albatta academic, chunki bizda hozir o'rgan o'quvchilarning asosiy qismi universitetga endi kirayotgan abituriyentlar, shuning uchun Academic misol uchun yaxshi variant bo'layman. Cool. I agree. Tak. Endi misol uchun Behruz, siz bitta fikrga qanaqa qaraysiz? Ba'zi o'rganlar aytadi, siz moqni darajangiz qanday o'sayotganini bilishingiz uchun har hafta topshirib ko'rishingiz kerak deydi. Lekin ba'zilar aytishadi, har hafta topshirish shart emas.
Bir oy, 2 oyda bir topshirib qo'ying deyishadi. Bu ham sizga bu alternativaga javob ma'noga bo'ladi. Qarang. Odam har hafta o'zini o'zi mo'k qilish shart. Har hafta yakshanba kuni o'zini o'zi mo'k qilish shart. Tekshirish kerak, bilimi qanaqa ketyapti va har 2 hafta deganda borib outside mo'k topshirish kerak bo'ladi. Mana nima qilyapman, qarang. Odamni rezultati IELTS bo'yicha podgotovka qilyapti, to'xtamasa regularni постоянно qilyaptimi? Har 2 haftada rezultat bo'ladi. Har 2 haftada rezultat oshadi. Men sizga boshqa aytaman bir. Chunki nima bo'ladi bir? Har hafta topshiradigan bo'lsa, это шикарно. Это zo'r narsa. No, yomon tarafi o'sha cho'chilik sanashini qoqib qo'yadi narsa. Bu tarafdan olib qaraydigan bo'lsak, odam har hafta topshirganda rezultat ko'rmaydi. Masalan, bir 1%, 0.5% ga ko'tarilyapti, 0.5% rezultatni ko'rmasangiz kerak, o'sha ko'zingiz ko'rinmaydi. 1% ga ko'tarilsa, nima qaraysiz o'sha, "Vuy, men 80-0.5% ga ko'tarilman" deysiz. Mana shu bo'yicha ketadigan bo'lsam, har 2 haftada mo'k topshiriladigan bo'lsa, shikkarni rezultatga ega bo'lsa bo'ladi. Bu ham oddiy misol uchun bunaqalik. Oddiy misol keltirgan o'zing haqida vazn tashlashga bo'lishi mumkin-da. Agar siz misol uchun har kun taroziga chiqib turib o'zingiz vazningizni o'lchaversangiz, unaqangi sekin yoki даже o'smayotganidan ko'rib demotivatsiya bo'lib qolishingiz ham mumkin-da. Agar har hafta topshiraversangiz, o'smayapti deb turib demotivatsiya bo'lib turib, siqilib turib, keyin esa topshirasiz, unda yana o'smagan bo'ladi. O'shaning uchun undan ko'ra 2 hafta aytganingiz, 3 haftada bir topshirib turib, real harakat qilib turib, progress bo'lgandan keyin topshirsa, yaxshiroq bo'ladi, to'g'ri aytasiz. Maroqli suhbat uchun sizga tashakkur. O'ziga ham rahmat. Kattaga rahmat. Xudo xolasa, tomoshabinlarimizga biror bir so'zingiz bormi? Hop, keyingi safar hammaga ko'rishguncha, o'sha Keyingi podkastlarimizda. Agar keyingi podkastlarimizda qaysi o'qituvchini ko'rmoqchi bo'lsanglar, izohlarga yozib qo'yinglar. Endiligida obuna bo'ling va qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'ying. Like bossangiz chiqmasin. Yeah, don't forget about the like and subscribe. Hammaga rahmat. Turn on the notification button. Of course. See you brother. See you. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.